Cristiano Ronaldo sovrinsiz qoldi. Yana. Lekin milliy chempionatda g'olib bo'lsa kerak. Ronaldo o'zi aslini olganda, endi bir xillar heyt qilishlari mumkin-da, Saudiya Arabistoniga borib kubok ola olmayapti deyishlari mumkin. Ha, to'g'ri. Juventusda oxirgi marotaba kubokni ko'targan ekan. Manchester Unitedda o'xshamagan bilasiz. Nimalar bo'lib ketdi, hatto jahon chempionatiga ham ta'sir qildi. Hali mashhur intervyusi Ten Hag bilan janjali. Va keyin Saudiya Arabistoniga safari va u yerda anchadan beri faoliyat yurityapti. Ronaldo Saudiya Arabistoniga menimcha juda ham kubok uchun kelmagan. Va agar bir marta mamlakat chempioni bo'lsa, bu yil chempion bo'lsa kerak, yaxshi ketyapti, yetarli bo'ladi. Ronaldo Saudiya Arabistoniga asosiy missiyasi bu birinchidan juda katta daromad, buni hamma bilib turibdi va asosiy tarkib har doim o'ynaydi, har doim o'zining baribir yoshi o'tgan sayin futbolchini tezligi kamayadi-yu, tezligiga mos bo'lgan chempionat va gollari sonini o'sha 1000 taga olib borish kerak. Uning missiyasi shu. Shuning uchun men misol uchun Ronaldo qaysidir kubokdan chiqib ketayotgan payti juda ko'p heytlarni ko'rsam ajablanaman. Nima kerak? Dargi tomonda Messiga ham nisbatan shunaqa. Chunki Messi umuman jahon chempioni bo'lgandan keyin hech qanaqa kubok olmasa ham bemalol futboldan zavqlanib yursa bo'ladi-da. Endi Ronaldoda baribir armon bor. O'sha armonini yo'qqa chiqarish uchun ham jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapti. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish asnosida u gollari sonini o'sha 1000 tagacha yaqinlashtirib olish kerak.